Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun bu o'tkazgan so'rovimiz asosiy mazmuni shu G'o'ljida efirlayotgan shu mashrab tusg'agan, shu axloq ugundigan birinchidan. Anandan keyin bizning an'anaviy bo'lgan o'zimizning dini va an'anaviy urf-odatimizni ugundigan. Shunda yaxshi so'rovlarning natijasini birlikda hammamiz birlikda tushunish va buni birlikda qo'llab kelgusi shunda yaxshi so'rovlarning hammamiz shunda so'rovlarni birlikda qurish maqsad. Do'stlar, endi biz shu tarixda asli islom diniga e'tiqod qilib, pok idirimiz bilan yashab kelgan millat bugungi kunga kelgan chaqda biz bilimsizlikdan ba'zan bir o'qishsiz qolganlik ya bo'lmasa shu jamiyatda turli ideyalar agishib ketganlikdan bizda bu diniy tushuncha nihoyatda kam. Anandan keyin bizning axloqimizmi turli nimaga o'zgarib ketgan. Shuning uchun hammalar shu dinni to'g'ri tushungan asosda, lekin bu dinni ko'nli deb tushunib olmay, buni haqiqiy saf idirimiz bilan axloqimizni qabul qilishimiz shart. Chunki bu dinimiz haqiqatan ko'n emas. Bu bir ilohiy qudrat, bu Allohning qonuni. Bundan bir dalil desa biz o'zimiz ko'n qilyapmiz. Qanday ko'n qilyapmiz deganda biz shu dinimizda yashashimizda, mana shunda qara vaqtlarimizda tushanda o'zimizningki xohishiga ta'sir yurayverib, undan keyin yosh qilgan chaqda shu din degan shu dinamida o'zimiz u dunyoga boshqa safar qilgan vaqtimizda masjidlarga kirib hech nimani tushunmasdan e'tiqod qilib, dinimizni aksi maydonni aksiga burayotgan. Shuning uchun bizning orzuyimiz shu yoshlar bugungi kunlikda barliq yoshlar shunda yaxshi so'rovlarga ittifoqlashib, biz islom millatlari bo'lgandan keyin haqiqiy Qur'onni tushunib, shunda e'tiqod qilishinglarni so'rayman. Demak, bu Qur'on degan biz O'rta Osiyodagi Uyg'ur millat farzandlari xato deb tushunib oldik. Buni qanday xato deganda biz buni xuddi bu bir ilohiy qonun edi. Alloh bizga dunyo va oxiratda baxt saodat erishish uchun bizga shu bergan bir qonunni biz nihoyatda chirik olib tushunib qilib, xuddi uni yapılmasa bir o'limlarning beshini o'qiydigan, yapılmasa bir nazarchilar qiladigan shu yerdan shu o'qib qo'yadigan bilan shunda tushunib olganlikdan bu ilohiy qonunning haqiqiy sirrini tushunib olganlar. Hozir shu efirga so'rovlarimizning asosiy birinchi mazmuni shu dinni tushunish. Andan keyin shu axloqlarni o'rganish. Biz hozirgi shu musulmon millatlar shu turli zararli chekimlar berib ketdik. Bundan birdan-bir sabab biz tushunmaganlikdan. Endi hozir shu birlikda kelgan barliq so'rovlarning asosiy maqsadi biz haqiqiy musulmon millat bo'lgandan keyin shu dinimizni ko'rsatmiz bo'yicha dunyo va oxiratda baxt saodatga erishish uchun shu haqiqatni tushunib, shu arablarni cheklagan asosda shunda birlikda epiryapmiz. Endi bu dinimiz bugungi kunlikda butun dunyo xalqiga qo'llab, masalan, taraqqi qilganlar, shu Yevropa allari turkumlab bu dinga e'tiqod qilmoqda. Dunyoviy olimlarmi shu dinimizni qo'llab, islomning haqiqiy mohiyatini tushunib, ular bugungi kunlikda dinimizga turkumlab kiryapti. Biz desak, biz Uyg'ur millati buni toza tushunmaganlikdan, shu Qur'onni aksi maydonda tushunib olganlikdan chiriklashib ketibmiz, qarindoshlar. Chunki hozirgi davra oltin davrdan nur davriga o'tganda biz yana bilimsizlikdan texnik shu haqiqiy Xudoninki ko'rsatib bo'lmay ilm o'rganganlar desa, xuddi Qur'onni boshqa tushunib, xuddi buni qanday desa, shunda cho'nglar o'qiydigan, va yoshlar buni e'tiqod qilmaydigan, shunda tushunib olganlikdan biz taraqqi qilmaymiz. Chunki bu Qur'on hech qanday taraqqiyot qo'shilmaydi. Qur'on asli taraqqiyotning hammasi Qur'onda. Chunki Qur'on o'zi 24 tanga oid. Shu dunyodagi ilg'or fanlarning hammasi Qur'onda topiladi.
biz özümüz o'rinliq qilib, nəhayət cansız ilqimda bir, nəhayət cansız aldı bunun e'tiqad qilganlıq üçün, anda harakat taraflarga biz jo'yqanmidik. Aşında Kur'an'daki az kısmı, xuddi nəhayət az ibadet kısmından egallanib qolgan taraqqiyot qismiga yurish qilmaganlikdan bugun kunlikda dinni xato tushunib oldik. Shuning uchun men har biringlardan so'raydiganim, biz haqiqiy musulmon bo'ldik ekanmiz. Bu masalan dunyoda qandaqli bir guruh, qandaq bir nimaga partiya ya bir tashkilotga a'zo bo'lgan odam shu partiyaning nizomnomlari qandaq hujjatlar bo'lsa bo'ysunish kerak. Demek biz mi Kur'an'a işendik ve Allah'a işengendik ki Allah'ınki nizamlarına, Allah'ın körsetmesiyle boysunsak demek Müslüman buludu. Müslüman demek bir milletin ki Uygur milleti deplak bu Müslüman bilen çekinip kalmaydı arkadaşlar. Bizim ismimiz Meyli Abdullah olsun, Meyli Hudanın kulu, Abdullah degen bana bu Hudanın kulu olsun, bu Hudanın kulu da ismini koyup koygan bilen biz emili faaliyetimiz aksi meydanda kılırsak biz demek Müslüman da atanmaydı bu. Müslüman buluş için hakiki birinciden Hudanın ki barlık birliğini, hakiki kudretini düşünüş gerek. Hudanın kudretini düşünüş için birinciden birden bir egallayduğımız bilim. Bilim olmayırken biz hiç kanda Hudanın kudretini düşünemeyiz. Çünkü Huda gayb, Huda yok, aldığımızda yok. Bunu biliş için Allah bizni kanda yaratkan, dünyanı kanda yaratkan. Mesela bütün yer şahardaki cisimlerin hammasi özü tasadifi payda bo'lgan. Bu ayaki mana mushunda insonga o'xshash, mushunda har turli hissiyot qila oladigan, mushunda har turli ittifoqlasha oladigan, xiyol qila oladigan, mushunda bir narsani yaratgan zotninki qudratini bilim orqali tushunish. Biz hech nimani bilmagan asosda buni tushunamaymiz. Shuning uchun tushunib, bularni bu ulug' Qur'oni Karim garchi 1500 yil bo'lgan bo'lsa-mu, tushgan. Zamon oxirida Alloh taolo hamma payg'ambarlarning oxirida va zamon oxirining payg'ambar qilib, bütün samaviy kitoblarning oxirida hamma kitoblarningki yig'indisi dininglarni shu ulug' Qur'oni Karim bilan butun qilgan dedi Alloh. Shuning uchun biz shu Qur'oni Karimni haqiqiy tushunsak bo'ladi. Mana bugungi kun kelgan chog'da Qur'on garchi 1500 yil bo'lgan bo'lsa-mu, hozir tushganda bugungi taraqqiyotlarni so'zlarni o'qiydilar. Bütün dünya alimi mesela şu Kur'an'ı elektrik mühendisliğinden tadqiq qilish asosida bugungi kunda bu Qur'ondagi haqiqiy ilohiy qudrat ekanligi va Xudoning ilmi shunda, ya'ni biz qanchalik taraqqiy qilsakmi Allohning haqiqiy shu so'zga qiyomatligini isbotlashga qarashlar. Shuning uchun biz shu dinimizni, bizdagi shu dinni yo'qotmaylik deyotganmiz, biz tirishib o'rganishimiz kerak. Biz Allah'ın haqiqiy kıyamet günü Allah'ın adına doğru cevap vereyler ve Allah'ın ki mengü baxtli cennete erişerli derkenimiz biz bilimi girmişimiz gerek. Birinci şart bilimi girmiş gerek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şunu degan. Şu sizler şu Kur'an'da sizlerge bir ilahiyat yol qilib dedi. İlahi kanun, dünya ve ahirette ergeçsanlar tahkirşidigan, ergeçmesanlar Allah kılgan bir kanun qilib berettim. Ve Resullarını sizlerge ülge qilib adamlarga ve şu Resullardaki ahlaklı, şu Resullarga o'xshash adil bo'lish uchun dünyaya berettim. Sizler şunga ergeçmeydiken sizlerni halak qilib etmen degan Allah. Biz boysunmaydikenmiz, bizni hammamizni halak qilib etdi Allah. Ve yana sizlerning ustunlardan kafirlarni musulmon qila olmayman degan. Chunki biz tadqiq o'zimiz o'ylab qolsak bo'ldi. Biz xilojillardan beri Qur'ondan chetnab ketdik qarindoshlar. Hamda bugungi taraqqiyga Allah, taraqqiygan Allah shu hattoki shu noati taraqqiy qilgan davrdagi shu millatlar desa, bular bugungi kunga Qur'on Karimning sirrini yechib, bu ulug' Qur'on Karimga aksiyotdi. Biz desa Uyghur millat yoshları bugungi kunda chekingan asosda mana bu ilohiy qonunimizni qo'limizda haqiqiy rivojlantirmoqchimiz. Shuning uchun biz hargiz umidlanmay, bunda qulab ketdik, hamda qoidadan dinimizni va aqlimizni qilamaymiz desak, bu noati umidsizlik bo'ladi. Umidsizlik shaytonning ishi. Odam bo'ladigan bizda odamda biz nishon qiladigan va kelgusiga ishonch qila oladigan bizda g'ayrat, shijoat bo'lish kerak. Shuning uchun hammamiz birlik kelib bu dinimizni shunda tushunishni, Qur'onniki axloqi bo'yicha, millatniki va shu Rasulullohning ko'rsatmasi bo'yicha davomli ittifoqlashib birga minishimiz lozim. Shuning uchun shu hozirgi mayli qizlar bo'lsin,
mayli o'g'illar bo'lsin, hammasi ardam o'xshash, ayollarga o'xshash Allohning nimasiga buyruqqa bo'ysunish kerak. Erdagimi bor shu jannat, ayollarga bor shu jannat, har shiklimizga bo'lgandan keyin birdek ayol hammamiz shu islom qonuni bo'yicha shu qonunga minishimiz kerak. Chunki biz haqiqiy o'limiz qarindoshlar. O'lgandan keyin tirilish haq shart bu haqiqat biz Xudoga ishondik deydiganmiz bu qonunning yaxshi yomon yo'llarga davomli ergashishinglarni so'rayman. Endi men shu so'rovniki nimasi bilan deb qo'ydim. Shu barliq bundan keyingi yoshlar shunda biz maydoni ochiq bo'lgan. Bu demak bizning ep berayotgan mashrablarimizniki noyati maydoni ochiq. Birinchidan axloq o'rganish, haqiqiy islom millati bo'ladi ekan, shu islomning aqidalarini to'g'ri tushunib, xato ideya tunolmay, to'g'ri ideya bilan ep berishninki asos shunda qilib yaxshi mashrablar, yaxshi so'rovlar o'zida turli barliq keldi, ko'p bo'ldi. Hamma shunga sizlarning davomli shuni to'g'ri tushungan asosda texmo bizning kelgusi avlodlarni o'ylagan asosda va ajdodlarimizga yuzgaga asosda hammanglar birdek kuch chiqarib bu hammamizning o'rtaq orzuyi bo'lishi kerak. Kelgusi shularni sifatli haqiqiy islom farzandlarini qilib chiqish uchun hammanglar shu birdek kuch chiqarib o'zimizga shu dushmanlik qilayotgan shu zaharli ichimliklar, dinimizga qasd qilayotgan shunday ishlardan qat'iy oldi chekinishinglar kerak. Chunki bu ham kelgusi avlodlarning umidi sizlar bilan bizda. Hamda bu oldimizdagi cho'nglar, shu yashinib qolganlar, ular shu desa, bundan burun bizga o'xshash shunda bilmay, o'tib ketib, cho'ng'an chaqda ular nim qilgandiki, ularda hech qanday o'zgarish, tirishchanlik yo'q. Hamma tirishchanlikni o'zimiz qilsak bo'ladi. Shu yoshlar birga kelib, kelgusi shu millatimizda zo'r shu dinni tanishtirgan asosda shu axloqni biz dunyo va oxiratda shu odam nemislar zardi shu nima yashasak bo'ladi. Ishtiqoqlashib, bir-birimizga yetakchilik qilib, masalan, shunday qilib bir-birimizdan yaxshi o'tib, shunda aroq, sharob, shunda qandaqli bir yomon narsa bo'lsa biz to'saq bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisalom ular degan sizlarning ishinglarda mo'min bo'lsanglar dedi. Sizlarning ishinglarda haqiqiy mo'min bo'lsa, bir yomon ishni ko'rayotgan bo'lsa, uni qo'li bilan to'ssin dedi. Demak, bir mayli qanday bir so'ron kelgan bo'lsa, u yerda islomga qarshi bir ishni qilayotgan bo'lsak, biz qo'limiz bilan to'sishimiz shart. Mayli uni uramdiq, o'zimizning do'sti bo'lsa, uning kuyinga asosida qilmayman deb, mayli aroqlarimiz chiqib o'tamdiq, shunday qilib qat'iy cheklashimiz kerak. Agar uningga qobiliyatinglar yetmasa, tilinglarda danglar degan. Unda qilma, bizdagi millatdagi bulg'unish paydo bo'ladi. Buningda yomon ta'sirga uchraydi. Kelgusi millat yomon yo'lga kirib ketadi. Shu millat shu yomon oqibatlar kelib qoladi deb, shu tilimiz bilan birsi-birimizni to'sishimiz kerak qarindoshlar. Uningga qobiliyatinglar yetmasa, dilinglardan norozi bo'lib ketinglar dedi. Ama bu bek zayıf amaldır Peygamber Aleyhisselam. Çünkü biz iman ve Müslüman deydikenimiz birisi-birimizin yaman illetlerini to'zuyamazsak, demek biz hakiki Müslüman bulamaymiz. Cemiyet muhit bulgun ediken bizning kelgusi farzandlarimiz bulgunudur qarindoshlar. Shuning uchun hammanglarning birdek kuch chiqarib, yoshlar o'rtaq bir nishon, bir maqsadlar bilan kelgusini o'ylab, shu barliq mashrablarga davomli shu kuch chiqarishinglarni so'rayman. Rahmat. Alloh rahmat qilsin hammanglarga. Özümüzden hemlerini örgütlerinde bulgan milli çusurda başlayalım. Dostlarla içini bilip oynayıp oynatırımız. Seni beraber. Sayın
geçince yuvamsan Açılgan gülüm yok Açılgan gülüm yok Şu yanısı yuvamsan Tüge gülümüzü yok Balakam Oynaylayı balakam Külleyi balakam Şu yanım eline Kim bakıp duracak Kene dostlar, kızı karşılayla. Mikrofondaki yakıp bakmayalım dedi. O da kuş oldu ki. Esselamu Aleyküm. Hürmetli vatandaşlar. Roz münasebeti bilen kurulgan bu sorunga nihayet teşekkür etimen ve özellikle dostlarga İslam dininden azrak düşünce asas kılar. Bizning İslam dinimiz 9. asrning oxirlarida Atımız Sultan Sutuq Bug'raxon tarafidan qabul qilinib, Uyg'ur biz Türkiye millatlarının içindeki şu Uyg'ur kabilesi bu İslam dinimizni qabul qilgandan keyin şu Allah Subhanahu va Taola'nınki Kur'an-ı Kerim hükmü bilen günlük turmuşimizni ibbağalığımız için ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki yol yoruqları bilen manğallığımız için dünyaya medeniyet tarqatqan hem şundaq ilg'ar bir millat bo'lib tanilgan edik. Endi helen bo'lsa şu 9. asrdan tam şu 18. asrlargacha biz nihoyatda saltanatli hokimiyatlarni qurib İslam dinininki haqiqiy mohiyatini tushunib manğallığımız uchun dünya xalqiga ve başka milletlerge medeniyet tarqatqan, medeniyet üyengüçe emas, belki medeniyet tarqatqan shundoq ilg'or millat deb tanilgan. Endi bugungi kunga vaqtida biz shu yaqindan buyon 18. asrdan hozirgacha islom dinimizga bo'lgan ko'z qarashimizning aytib so'z bo'lganligidan va islom dinimizningki haqiqiy mohiyatini tushunmaganlikdan islom dinimizni bo'lsa belki müşkilesini şeklinde beşak namazlarla ötse tamam olan din okşaydı da üçün bağlılığımızda nurulgan ziyaretlerindeki ve her birinde Uygur milletin çıkan bazı köşelik
yaşlarındaki iyisini ölmeye kaldı. Endi İslam dinimiz bo'lsa, 5 vaqt namoz o'qiladi, tamom qolgan din emas. Yuqoridagi Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo insonlarni manfaati uchun bu kitobni muborak tushadi. Bu kitob bo'lsa 24 tanga oyat. Masalan, bu kitobda coğrafya, geologiya, adabiyot, ximiya, fizika, astronomiya qatorliq lug'at fanlarini o'z ichiga olgan shunday muborak kitob. Bu kitobni biz haqiqiy mohiyatini tushunmaganligimiz uchun, shu biz o'qiyotgan Qur'oni Karimning ma'nolarini tushunmaganligimiz uchun, haqiqiy tafsirlarini o'qimaganligimiz uchun namoz o'qiganlarimiz bo'lsa, nihoyatda bo'g'ildirimiz, mo'minlarimiz o'qib, ular qanday o'qilsa, shu so'zlarni o'qib, namozga tushganlarda uning ma'nosini tushunmasdan juda aytganligi uchun bizning millatimizda dinga bo'lgan ko'zqarash xususlanadi. Va dini bo'lsa, nihoyatda xurofot deyilib tushunib qoldik. Asli xurofot emas deydi. Bu islom dinimiz. Xurofot bo'lgan bo'lsa, shu 7-asrlarda bu islom dini dunyoga keldi. Arab yarim orolida tarqaldi. Muhammad payg'ambarimiz orqali shu vaqtlarda Arab yarim orolida nihoyatda jahiliyat bir vaqt edi. U vaqtda qanday jahiliyat desa, masalan, atrofdagi boshqa millatlar ozroq madaniyatga yuzlangan bo'lsa-mu, Arab yarim orolida shunday qaloqlikda qanday qaloqlar desa, masalan, ba'zi oilalarda farzandlar qiz tug'ilib qolgan bo'lsa, ota-onalari shuni nomus bilib yoki boshqa bir sabablardan shu qiz buvoqlarni, yangi tug'ilgan buvoqlarni tirik ko'mbitatdi. Bu shunday chiriklashgan bir millatning ichidan Muhammad alayhissalom chiqib, Alloh subhanahu va taolo tarafidan shu dinni shu millatga tunishtirib va ashundoq qaloqliq ishlarning bo'lmaydiganligi va Qur'oni Karimning haqiqiy mohiyatini tushungandan keyin shu millat shuni qabul qilgandan keyin butun dunyoda dunyoninki 3dan 1 qismi hozir islom diniga itoat qildi. Va ashundoq qarong'u zalolat ichida yashayotgan bir arab xalqini hozir bo'lsa dunyoda ilg'or bir millat qatoridan qilib chiqdi. Va Yevropa elleridagi va Avstraliyadagi, shu Amerikadagi nurg'unlagan din ilm fan ahllari olimlar bu Qur'oni Karimning tafsirlarini, ma'nolarini shunday o'qib qarab baqsa, o'zlarininki 100 yildan buyon kashf qilgan tajriba savoqlari bilan silishtirsa, masalan, Qur'oni Karimda shu yer sharining bugilashganligi va quyoshning yer shari atrofida aylanganligi va yulduzlarning qanday yo'sinda insonlarga manfaat berayotganligi va insonlarning kelib chiqish manbasi shunga o'xshash ilg'or fanlarni Qur'oni Karimda 1500 yildan oldida so'zlangan. Bu ilg'or fanlarni bo'lsa, 100 yildan buyon dunyodagi olimlar o'zlari kashf qilgan tajriba savoqlari bilan silishtirsa, aynan chiqqandan keyin buni shu vaqtda bir qarong'u zalolat ichida yashayotgan arab ishidan chiqqan Muhammad ismli zotningki o'zininki kallasiga aytishda yozib qo'ygan kitob emasligi, bu cho'qim bir ilohiy kuch qudrat tarafidan yozilgan avvaltilgan kitob ekanligini tasdiqlab, dunyoda nurg'un ilg'or sohadagi odamlar, olimlar shu dinimizni hurmatlab, shu dinimizga turkumlab kiryapti. Va ular bu dinimizga kirgandan keyin, masalan, bu dinga kirgan odam qanday qilsa, xuddi Abdul so'zlab o'tganga o'xshash bir partiya a'zosi bo'lish uchun shuning nizomnomalarini o'qib, shuni ko'rib, undan keyin shunga to'liq ishongandan keyin shu partiya a'zosi bo'lib kirdi. Shunga o'xshashlar bizning islom dinimizda biz kalima shahodat ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb kalima shahodat aytgandan keyin bu dinga kirgan bo'lamiz. Demak, biz islom farzandimiz. Buning ma'nosi esa men qasam ichamanki, Alloh birdir, Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q va men qasam ichamanki, Muhammad bo'lsa Allohning avvaldan elchisidir. Demak, mushu nizomni biz haqiqiy
chin dilimizdan yiqqandan keyin biz islom farzandimiz. Onundan keyin bizningki ikkinchi turlik qizg'ar ishimiz bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bekitib qo'ygan insonlarning yanada manfaati uchun, zo'rlik uchun emas, besh vaqt namozdan keyin uchinchisi bo'lsa zakatni iqtisodimizni yaxshilab beramiz kambag'allarga. To'rtinchisi esa shu ulug' Ramazon oyida ro'za tutamiz. Bu ro'zani jafo mushaqqat uchun tutmaymiz. Hozirgi olimlar shunday o'zlarininki kashfiyotida qarasa, shu 12 oyda bir oy tamoqni azroq yeb, azroq iste'mol qilib, oshqozonni dam oldirsa, insonlarningki badan qurilishiga yaxshi ekanligini yetib chiqdi. Demak, Alloh subhanahu va taolo biz insonlarningki mushtin maqsadlar yaxshi bo'lganligimiz, jismoniy jihatdan va madaniyat jihatdan ilg'or bo'lganligimiz uchun shu 5 farzni 5-chi farz bo'lsa, iqtisodimiz yetkanda haj qilish. Endi hozir dunyodagi ilg'or insonlar shu 5 ilg'or insonlar maydalar fransuz bo'lsin, ingliz bo'lsin, rus bo'lsin, shu dinimizga kirgandan keyin shu kalima shahodatni yutgandan keyin shu 5 farzni ado qiladi. Bundan keyin bo'lsa o'zlari tushungan, shu bilgan muborak yo'lni, nijotlik yo'lni boshqa bilmagan, islomiyatning aksiyatchi maydonida turgan insonlarga tushuntiradi. Endi mening bu so'rimda shu qiz qarindoshlarimga tavsiya qildiğim bu islom dinini olsa erler üçün düşürgen emas, barlıq insanlar üçün düşürgen ve insanların işlemiş ayarlarına bu islom dini ait. İslam dinimizde ayarların tüven tabiqli gördüğü işler yok. Her gün ayar beraber. Allah subhanahu wa ta'ala şundan ayetlerini düşerdi Kur'an-ı Kerim'de. Şunun için sizlerin bu İslam dinini oynadığı rolundan ait kör. Çünkü sizler kelgüsü farzandlarningki onasi doğucu doğallıklar üçün sizlerinki rolundan aitdi ko'p. Sizler şu İslam yolunda qanday yashashni, Allah subhanahu wa ta'alaning qonunlarini ve İslam dinini ve o'zlariningki İslam dinidagi yo'llarni surishtirib qilishni shart. Shunday İslam dinidan ozroq xabarlanganlar sizlar kelgusi farzandlarni yaxshi tarbiyalab chiqa olasizlar. Chunki shu bolalar to'liq analarga birga bo'ladi. Bolalarniki sifatli, axloqli o'sib chiqishi uchun shu analar ko'proq sabab bo'ladi. Shuning uchun sizlarning shu islom dinimizga xuddi shu o'g'illar mashrab o'ynab, shu islom dinimizni shu mashrab orqali o'rganayotgan bo'lsa, sizlarni boshqa bir yo'sinda bo'lsa-mu, o'zinglar bir muzokara qilib, shunday so'rovlarni qurib, dinimizni tushunsak ekanmiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. İslam to'g'riliq ait yaxshi gaplarni angladik. Tövende yaxshi kamdan bir ikki qiz latiflarini anglasak. Qani yaxshi kam. Assalamu alaykum aziz mehmonlar, qarindoshlar. Bugun hammamiz bu yak jam bo'lib, Türk millatlarının an'anaviy bayram bo'lgan Navro'z bayramini o'tkazayotimiz. Hammamizga ma'lum, bu Navro'z bayrami butkul dunyodagi Türk millatlarının an'anaviy bayrami, ya'ni qish faslining oxirlashi, butkul koinotda bahor faslining boshlanishi, ya'ni terikchilik qishining boshlanishi yuzidan ilib berilgan bir faoliyat. Mana bu shunday bir ahamiyat kunda yig'ilib o'tirganning o'zimi nihoyatda bir cho'ng ish. Men sizlarga bu so'rinni birga bo'lganligim uchun cheksiz faxrlanyapman. Endi yuqorida Abduxilil bilan Po'lat nihoyatda yaxshi gaplarni o'tdi. Biz balkim bundan burun bunday so'rinlarni aroq-sharoq bilan nihoyatda o'zimizga his qilishimizcha o'zimiz nihoyatda qiziqarli, nihoyatda yaxshi o'tkazgandek his qilamiz. Endi bugun mushundaq din to'g'riliq, islom to'g'riliq mushundaq proqlamasa, balki ba'zilarga g'alatilik tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Bu dini aytaman. Chunki nimishga bu bizda
bundaq sorularning uyushtirilishi balki tunji qitimliqdir. Yani bundaq bo'lishi bizning iymonimizning susliqidan bo'lgan. Endi bundaq ketish men sen herkesni haqorat qilish emas. Chunki bizda aroq-sharoq mushundaq so'rinlarga bir odatdaglik bo'lib qolgan. Endi buningda ish o'tib nurg'ulg'an qiron yigitlarimiz, chiroyli Uyg'ur qizlarimiz zarli chekimlikka berilib ketib bordi. Bu zot niyatlikdan bu bizning islom dinini to'g'ri tushunmaganligimizdan mushundaq yo'llarga kirib boramiz. Endi men o'z ko'zimdan ko'rganlarimni aytib beraman. Nurg'ulg'an yosh Uyg'ur qizlarimiz mush sababdan boshqa millatlarning oyoqsiz bo'lib ketib bordi. Bundan bilan ketmay nurg'ulg'an sabiy bo'lgan buning ta'siriga uchrayotdi. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan bir ishni aytib beray. Bir uy kirsam, mush uyda men bir ishlar kirgan. Kirsam bir ayol bilan bir er ikki kishi ekan. Bir 2 yosh kirgan bir sabiy bola ekan. Balımı aşı, ananın üstü humalı patlı. Ayol çekmeyince batınmaydı ki. Bu neymiş için biz zaten bu müşrek biz burundan da müşrek bir halak milletimiz ya bizimki bunlar ana. Biz bu İslam dinini doğru düşünmeyenliğimizden müşrek yollar kırıp varız. Hem de ben öyle müşrek olarak bir şiir yazar, kötücükte şu ortaya geçecek. Yorulgan işçilerimiz müşteğorda türümler yitvatıdı. Şu türümlüğü atıp yerlerinde bir özgert yazalım. Sabili azaldıllah Uygur milletimiz, andi zaharga ügendi bizning bu avlodlarimiz. Yok idi bu yolda mangallarımız, andi günahkar deb ataldık, kaldırıp türmeleriz. Kaldı iz türmeler ara. Gayi tarımlarda yana, yatıdı neyli yigitler türmelerde sanaksız. Panaksız kaldı yigitler küçük zindan türmede, külse düşmanları yığılaydı biçare anımız. Tüküldü abruy, sitildi vicdan, yokaldı barça hemmisi, zehirlense Uygur'un titrememdi yürgümüz. Toktumaz nadalla yoluydu, gerçi yançuk ve kuruk, bu afetini yokat olsa Kuda vergen insanımız. Hani biz kaygıda oturamayız, boğulukımız boşu direkt bir tüstü işte. Birden külsek, anladık. Karsan ama burada naydı yaşlı bizleri vardı da bulup boşu ballarına teşkiller, boşu meşrep teşkiller, boşu arak şarapının çekler, nurgulgan sorulanma araksız yüzü vardı da. Ben tövende ama şimdi değerli çekimlik naydı yamırak geçecek arap bir ilan izip koygan, ecivi karakterlik ilan, şunu köpçülük kaptırır. Aktamak zorunda yanlar, yani başka ilanla geçecek anlamda. İlan. Aktamaka pulavalarının yaş dostu. Dostum, siz keyfi görüşünü halamsız. Ancak da işkilenmeyi verip bak, ak ve savuşkanlık tamaklarını grammak setiyordum. Siz onu istimal kılıp dersiniz, işinizden arayıp gözünüzün köker tutun. İşçimizi iyileştirip beşinizden kaydırdım. Uzun müddet istimal kısmınız, korunuzdan, musluluğunuzdan birbirinden ayrı, yuhan birbirunuzdan asallığı yoktur. Eğer siz bu yolda ticaret tutmasınız, sakçılar sizinle alayı bitip yanayet mekmakanıza çıkıp koyun. Bu mekmakanımızdan mülazimlikten naidin yaxşı olup günlük sizin işi yok. Belsekten kovmaş, kovun bile aksız tahminlettirdi. Bedenlerimiz küçük saat diyen bağımda amma okutturdu. Eğer onundan da çok mekmakanlar yetişini koyduysanız sizni Gongan markalı taksi bilen çekip tutla tarih mekmakanıza kapırıp koydu. Eğer onundan da çok adi dağcıdeler yetişini koyduysanız sizni tavuk markalı taksi bilen davuzat mekmakanıza kapırıp koydu. Mahsullarımızda yukarıdaki alaylıkları bu başka helvalarda Ezrail odalarında erişken. Dostlarında orada, Doğaydı, Baykuşu, Kuşu ve Şahans işlerinin orada. Ağaçlarında orada. Ağaçlarında orada, meydan, Kansvazı Bortkansı, Költüker ve baş bulunmuş şahyoşlar. Baş direktörü tersi, sevişimleri kızın arşağı. Çekicilerle daha itibar veririz. Köpçülük rahmet.
suva quyupsan, atlas kuyda kiyipsan, qishingda suva quyupsan, qalbimni borar, voy salima, qayga kelgan zordi, ay sarlar salima, qalbimni borar, voy salima, qayga kelgan zordi, ay sarlar salima. Muhtaram aziz o'g'il qiz diniy qarindoshlar. Bugungi bu so'rinniki munosabati bilan men sizlarga tavhid to'g'riliq. Birinchidan tavhid to'g'riliq. Ya'ni tavhid deganimiz osmon, zamin va uningdagi barliq koinotni yaratquchi Alloh taolaninki borligi va birligi haqida. İkinchidan islom dinimizning asosi bo'lgan ulug' muqaddas kitobi Qur'oni Karim to'g'riliq. Uchinchidan ilm ma'rifatninki muhim haqida tushuncha bermoqchi. Shunga har biringlarninki angliq yursinda anglab fikr berishinglarni so'rayman. Elhamdülillahi Rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أسمان زمني yaratquchi ve asman zimindeki barlıq kainatni biz insanların menfaati için hizmet kıldırıp durayotgan ulug' qudratlik Allah Taala yuqorida o'qilgan oyatni
farishta Jibril alayhissalom orqali, ya'ni Jibril degan ism otliq bir farishta orqali payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga tushardi bu oyatni. Oyatninki tarjimasi tuvandikcha. Allah shunday deydi: "Sizlarning ilohinglar ey insonlar, faqat birdir. O ilohdan boshqa hech qanday ma'bud barhaq yo'qdir. Bu Allah bo'lsa, nihoyat shafqatlidir va mehribondir. Alloh taolo o'zining borligi va birligini uqtir." Shu oyatda Alloh taolo o'zining borligi va birligini uqtir. Ya'ni bu osmon zimin uning barliq koinot azaldan bor emas. Keyin paydo bo'lgan. Har qanday paydo qiluvchi narsa bir paydo qiluvchi bo'lishi lozim. Har qanday yasalgan narsaniki bir yasaluvchisi bo'lishi lozim. Unda bo'lgandan bu azaldan yo'q bir maxluq buni butun hamma narsa. Va buni yaratuvchi bir Alloh va shu kuch Alloh deb qo'nsanlar bo'ladi deb Alloh taolo o'zini tutdi. Ya'ni o'zining borligini, birligini tutdi. Yani bir ayette Allah Teala "Fa'lam ennehu la ilahe illallah." Ey insan bilgin ki bir Xudodan boshqa ilohning yo'q ekanligini bilgin. La ilahe illallahning mazmunini bilgin. Yani la ilahe illallah dedi Allah Teala. Yani Xudoning borligini, birligini qarqulachi tonima. Xudo bor deb og'zingdan deb qo'ysang bu hisob emas. Allah Teala'nın varlığını, birligini bildi. Biliş için biz adetli şeylerini bilsek, gözünden kökünü bulduğun derslerini görüp biliriz. Şeylerin şeklini, onun renklerini gözümüz arkalık biliriz. Hem birini ağız arkalık. Bunun hem açışını, düşüşlerini, tatışını bunu ağız arkalık biliriz. Şeylerin kuraklarını, siz kurak, yapış kuraklığını burun arkalı. Avazlarınki igizbez, dikini kulak arkalı. Şeylerinki eğir yengen, şunodek yumuşak katlıklarını kol arkalı. Onu kötürkürken, ıslah onu görürüz. Yani Allah Teala'nın kulağının işgalisinden bilgin olmaydı. O azalarının işgalisinden bilgin olmaydı. Çünkü Halık diyen mahlukla herkes okşamaydı. Yasalıcı nerseyle yasalgan nerse herkes beraber olamaydı. Anda olsa biz Allah Teala'nı kövmesek, göremesek, kanda Xudanın varlığını birlikte düşünemez dese, eser arkalık. Biz adette bu şu dünya özüdü mü, bu şu beş xil a'zo arkalık tahqiq kılanmay, eser arkalık mı biladigan şey ile bak. İşinişlik, tegişlik nerseler var. Mesela ruhunu alaydı canını, insanın aklı, nefsi, qatarlıq nərslərini heç qanday adam görüb baxan emas, amma bunun işinimiz. Şuna Resulullah'ınki devrdə, Peyğəmbərimizin devrdə Yahudlar ruhununki mahiyetini sorğan. Ruh degen zatı qanday nərsə bu? Deb sorğanda Allah Teala "Yes'alunake anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi ve ma utitu minal ilmi illa qalila" degan oyatni tushirgan. Ular senden ey Muhammed Aleyhisselam ruhununki mahiyeti to'g'risida so'rayapti. Ruhununki mahiyeti haqida, qanday narsadir. Sen bularga deb qo'yganki, sizlar bu ruhni bilanligidek ilmni berilmadinglar. Faqat nayt az sizlarning ilminglar. Faqat ruh bor deb ishonsanglar bo'ldi, bu meningki Rabbimning ishidir. Faqat buni Xudo biladi deb topshirdi. Chunki insonning bu ko'zi moddadan yaratganligi uchun dunyodagi moddiy narsalarni ko'radi. Moddadan ustun turadigan ruhni, ruhdan ustun turadigan farishtani, farishtadan ustun turadigan Alloh taoloni hargiz ko'rolmaydi. Faqat asar orqali uningki borlig'ini biladi. Asar orqali deganimiz iz orqali. Masalan, shunda ketib qolsa, bir turxulliqdan bir is chiqqan bo'lsa, ash qarab turibla, uydagi o'tni ko'rmasakmi, ash uyda o't bor. O't bo'lmagan bo'lsa, bu is chiqmadi deb ko'rmay turib, ash o'tni ishadi. Shuningdek, inson hayotdagi bo'ladi ekan, o'sha hayotimizning o'sha harakat qilganligi ruhninki bog'liq. Ruhni ishimiz, amaliyotda ko'rmadi. Shuningdek, Alloh taolo bu ashda ishimiz lozim. Qanday ishimiz? O'sha har qanday narsaning bir paydo qilishi bo'ladi. Bu osmon zamin onunki barliq koinotni
bir yaratmış Allah var. Olmasa bu özlüğünden payda olmaydı o da. Muşunda ideya kelse, aklımız kanaat kılıdır, dilimiz kanaat kılıdır, yanımızdan ötse hakiki Xudanı tanıgan boluruz. Aynı çağda muşu Xudanın barlığına birlikiga inkar qilishlarning haqida. Bu asman zemin azalda muşunda batdi, özlüğünden muşunda payda bo'lib qolgan. İnsan ikkinchi yana tugab, bütün insoniyat tugab, asman zemin uningdagi barliq koinot vayron bo'lib, insoniyat xalqi ikkinchi mas'uliyat tortilmaydi deganlarning haqida Alloh taolo am xuliqu min g'ayri shay'in am huval xoliqun degan oyatni tushirgan. Maqla ular Xudoning barliqqa birligiga, o'shunda asman zemin, o'shunda cho'ng maxluqotni, uningdagi barliq koinotni yaratishni inkor qildi. Anda bo'lsa ular bir yaratuvsiz o'zligidan yaratildimi? Bunga javob bersin. Yaxshimiz ular o'zi yaratuvchi. Gap ishki. Xudoning barliqqa ishonmagan odam ya güzel yaratdim deyish kerak. O'sha osmon zaminni bu o'zligidan yaraldi deyish kerak. O'zligidan har qanday shay o'zligidan yaralmaydi. Masalan biz mush mehmonxonaga qarabla buning yasıgan odamini ko'rmagan bo'lsaqmi, ammo cho'qim buni birisi yasidi. Bu o'zligidan paydo bo'lmaydi deb ishonamiz. Ammo shu kishiniki ba'zan bir sifatlarini bilalaymiz. Masalan, bu shu hunarni biladi, tamchilik hunarni. Onunki mahorati bor ekan deb uni bilamiz. Ammo ba'zan sifatlarini yana bilmaymiz. Ba'zan sifatlari qaysi buni yasıgan odam pakami, egizmi, rengi qanday, qarimi, oqmi buni bilmaymiz. Shuningdek Alloh taoloning ba'zan sifatlarini asar orqali bilalaymiz. Ba'zi bir sifatlarini faqat bilmaymiz. Ana uchun Alloh taoloning borligini, birligini bilishimiz lozim. Bilish degan boy dedik, asar orqali. Avo daraxt lang'ishsa, shamol chiqdi deymiz. Shamolni ko'rmagan bo'lsaqmi. Shunga o'xshash, mushu dunyo mushunda bo'ladi ekan, buni cho'qim bir yaratuvchi bir kuch bor desak, mayli kuch deyli, mayli qudrat deyli, mayli Xudo deyli, mayli Alloh deyli, hammasi bir gap. Ashunda ideya kelsak, shu Xudoni tanigan bo'ladi. Bu tavhid to'g'riliq. Endi ikkinchi so'zimiz islom dinininki ulug' muqaddas kitobi Qur'on to'g'riliq. Qur'on bo'lsa İsa alayhissalom deb bir payg'ambar o'tgan, bizning payg'ambarimizning oldida. Bu payg'ambar bilan bizning payg'ambarimizningki oraliqi 550 yilmi 560 yil shunchalik farq qiladi Allah. Ammo ilgirki payg'ambarlar kayni-kaydan avatgan Alloh taolo. Bizning payg'ambarimizdan shu oldidagi İsa alayhissalom payg'ambarning oraliqi nihoyat yiroq bo'lganligi uchun odamlar nurg'un o'zgarib ketgan. İncil degan kitob bu İsa alayhissalom o'tishgan. İsa alayhissalom hatto oxir zamonda bir payg'ambar keladi. Shu payg'ambarga iymon etinglar. Meni hargiz Allohning o'g'li demanglar. Meni Xudo demanglar. Mening onam Maryam alayhissalomning Xudo demanglar degan shunda gap so'zlarni qilgan. Ammo İsa alayhissalomdan keyin o jahon o'zgarib ketdi. Orliq yiroq bo'lganligi uchun ular o'zining xohishi bo'yicha nurg'un xurofotlarni qo'shib Injilga dunyo va oxiratningki saodatiga, baxtiga boshlanmaydigan, insonni vayron qiladigan mushunda darajaga Injilni aylantirib qo'yganligi uchun Alloh taolo Qur'oni Karimni tushirib, faqat qiyomat kungacha hech qanday odamning o'zgartirmaydiganligi, faqatla ilgari kitob tushirilgan kitoblarga iymon etadiganligimizni, ya'ni ishonadigan, ammo amal qilishga bo'lmaydiganligi, nimishga u o'zgartirib ketgan. O'sha haqda nurg'un oyatlarni tushirgan. Bir oyatda Alloh taolo "Va men yabtaghi g'ayral islomi dinan falan yuqbala minhu va huwa fil oxirati minal xosirin" degan. Bugun kundan e'tiboran qanday odam o'sha islom dinidagi g'ayri dinni qabul qilib, uni amal qiladi ekan, mayli Injil bo'lsin, mayli Tavrat bo'lsin, u odamdan u dini ilqi ko'z qarashi hargizmi qabul bo'lmaydi. U odam dunyo va oxirat ziyon tortqushlarning qatoridan bo'ladi degan buyruqni tushirgan. Shuna Qur'on mushu kamlikchilik, mens qolmay, kuchidan qolmay, yana mashunda kelyapti. Inna nazzalna zikra va inna lahu lahafizun degan Allah. Qur'onni men o'zim tushirdim, o'zim tushagan ekanman,
ta qiyomat kungacha buni har qanday odamning o'zgartishidan, buni yo'qotishidan saqlayman dedi. Ha o'shgan kelishlik mana saqlab keldi. Bu shu Qur'on boydab o'tib ketdik. Shu İsa alayhissalom bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning oraliqi 560 yil, 50 yildek shunda jarayon bo'lganlik uchun insoniyat xalqi nihoyat buzilib ketgan, jahon shunda vayron bo'lib ketganlik uchun Rasululloh 40 yosh kirgisi jamiyatga tug'an. 40 yosh kirgan vaqtida ondan keyin Alloh taolo bu Qur'onni tushirishni boshlagan. Qur'onni tushagan. Rasululloh Mekkada 13 yil, Madina Munavvarda 10 yil, bu 23 yil, jami 23 yil jarayonda Qur'on Alloh taolo tarafidan Jibril alayhisalom orqali, farishta Jibril alayhisalom orqali payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushib bo'lgan. Ham o'sha 23 yil jarayonda Rasululloh barliq diniy tashriqlarni hammasini uqtirib bo'lgan, yetkazib bo'lgan. Mana o'ylab baqsaq, Rasulullohning davrida eng oliy qatnash quroli to'ga. O mashin, aeroplan, poyuz deydigan narsalar yo'q. Mana shu Qur'on haqqi bo'lsa, islom dini haqqi bo'lsa, buni butun dunyoga yetkazish mumkinmi? Dunyoning hamma yerida musulmonlar bor. Mana bumi Qur'onningki haqiqiy Xudo tarafidan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tushirilganligining ilmiy fakti. Hem Rasulullah bire olimning qishida o'ltirib baqqan emas, 40 yilgachilik. Bire kitobni o'qib baqmagan. Nimishga Alloh taolo keyin payg'ambar qilgan chog'da odamlar gap topmasin deganlik uchun faqat o'qib baqmagan. Ummi, ya'ni tug'mi savotsiz. Shunga bir oyatda Alloh taolo ma kunta tatlu min qablihi min kitabin va la taxuttuhu bi yaminik izan lartabal mubtilun degan. Sen şu Qur'on aldır tushvadi sana 40 yosh kirding. Şu 40 yosh kirgishlik bundan ilgari sen bir kitobni o'qib baqmagansan sen. Sen qo'ling bilan bir qatimni xat yozmading. Seni mushundaq tarbiyaladimmi? Dedi Alloh. Nima uchun agar sen bir qatim bir olimning qishida o'ltirib xat yozgan bo'lsang, uningdan kitob o'rgangan bo'lsang, bir qatim albatta shaklinatdi haqiqatsizchilar. Va bu ilgari falonning qishida o'ltirgan aşınında bir az ilimle ega olup, şu ilmi bilen yazıp çıktı, dep boşunda gap sözlerini taqatmısın deganlik uchun Rasulullah'ni fakat bir alimning sorundan o'rtog'ilgan hem xat yozishni o'rgatmagan Allah. Ama ma'naviy jihatdan Alloh taolo diliga sog'an Qur'on. Shuna Alloh taolo ayni chaqda bu Qur'on hadab tushgan chaqda Arap müşrikleri bununla şeklengen. Şeklengen vakti Allah Teala aşılanınki şu şekilde karta ve in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ve du'u şuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin diye ayetini düşeyken. Eğer sizler Muhammed Aleyhisselam'a muşu düşürülgen Kur'an'da yani men Xudo tarafından düşürülgenlikini şekli bolsanglar bunu özü to'qib chiqdimikin yoki o'zi tutqoq kesildan jo'ylab so'zlayotgandikin yo bir yolg'on kitobmikin bu bizni aldayotgandikin deydigan bo'shunda shakli bo'lsanglar sizlarmi Muhammad alayhissalomga o'xshash arab millati texi sizlar o'qigan sizlarning ishinglarda ne fasohatlik ishlar bor sizlar o'zinglarningki fasohat bilan yozgan ve she'ringlarni dunyoga e'lon qilib o'zinglarni davlat etib borsizlar. Bo'shunda fasohatlik, balog'atlik ishlar bor sizlar. Sizlar endi buni shak bo'lgandan keyin, sizlarni arab millati bo'lgandan keyin, Qur'on uningdan tarkib topgan harflarni sizlar bilgandan keyin, sizlarmi shu Qur'onga o'xshaydigan bir tutun kitob emas, bir so'richaqliq. Bir so'richaqliq bir so'zni fasohatlik, balog'atlik, lafzga mo'l ma'noni o'z ichiga olgan. Bundan keyingi xabarlardan xabar beradigan, bundan keyingi ishlardan, ayb ishlardan xabar beradigan bo'shunda bir so'zni sizlar tuzib chiqinglar. Degan vaqtda bular 5-6 oygacha bir necha olimlar ashuna jamlashib, uni yezib buni yezib batgan, oxirida o yezib chiqqan narsani Qur'on bilan selishtirsa, o osmon zamindagi farq bor. Shunlar uni sirtib chiqarmagan nomus qilib.
Şu vaqtda Alloh taolo fa in lam taf'alu va lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin degan oyat tushgan. Agar sizlar Qur'onga o'xshash narsani keltiramisanglar, mana hozir keltiramidinglar, mana amaliyatinglar isbotlandi, amaliyat bilan. Endi Qur'onga o'xshash narsani keltiram degandan keyin qo'rqinglar sizlar endi do'zaxdan qo'rqinglar. Ya'ni iymon etinglar. Iymon etib, Xudoning buyrug'ini tutinglar, chekligan ishdan yeninglar. Ya'ni shu do'zaxga olib yomon ishlardan yeninglar. Yoki bo'lmasa keltiringlar, mana keltiramidinglar. Deb falan taf'alu dedi oyog'ida. Hozir sizlar keltiramidinglar, buni qiyomat kungacha qanday odamdan bo'lish qat'iy nazar hargizmi keltirammaydi dedi Alloh taolo. Shunga ham mushkam kelishlik Qur'onni o'qishni hech qanday odam keltirmaydi. Qur'onga mana shunday ishonsak bo'ldi. Qur'ondagi barliq so'zlarning hammasi haq. Biz o'ylab boqaylik. Odatda bir odam bir kitob yozsa, kitobning adab beshida mening mushu kitobim bu o'xshash biror kitobni hech qanday odam keltirolmaydi. Mening mushu kitobim amaliyatga uyg'un deb hargiz keskin aytolmaydi. Ammo Alloh taolo Qur'oni Karimning eng beshida Alif Lam Mim zalikal kitobu la rayba fihi. Bu Qur'onda hech qanday shak yo'q dedi. Deb bo'lib keyingi oyatlarni tushadi. Eng beshida bu shu kitobga aytilgan so'zning har qanday amaliyatga uyg'un. Buningda hech qanday shak shubhi yo'q dedi. Mushuni Rasululloh e'lon qildi. Endi Rasululloh degan bizga o'xshash bir odam. O'qimagan uning ustiga. Agar bu Xudoning so'zi bo'lsa, unda bir odatdagi odam hargiz bunda dalanmaydi. Bir odam buning o'xshash bir kitobni keltirib chiqib, meni vayron qilib yetamiki, mat qo'yamikin deb bo'lsa-mu dalanmaydi. Shunga Alloh taolo yana bir oyatda sen hargiz qisilma bu Qur'onni yetkazishdan. Men deb qo'ysam, yana amaliyatga uyg'un kelmay qolsa, buning o'xshash bir kitobni bir odam yozib chiqsa, bu matub qalamanmikin dema, hargizmi? Bu mening so'zim ekan, mening so'zim hargiz maxluqning so'ziga o'xshamaydi. Mana bumi Qur'onningki haqiqat. Yana odatda har qanday namoz o'qiydigan odam mayli olim bo'lsin, mayli olim bo'lmasin, ya'ni Qur'onni maxluqning so'zidan alohida farq etadi. Qanday desa, bu har qanday namoz o'qigan odamdan so'rab qo'yinglar. Her bir rakatta namazning sura Fatiha deymiz, elhamdülillah o'qiladi. 5 vaqt namazda bu elhamdülillah 32 qitim o'qiladi. Bir kunda 32 qitim o'qilsa, oyda, yilda qanchalik o'qitadi. Ammo shu odamlarning har qandaqininki o'yiga bir qitim buni hajabchiq o'qibatdimi deydigan bir hissiyat kelamdi, kelmam so'rab qo'yman. Hargiz kelmaydi. Ammo odatda biz maxluqning qanday maxluq bo'lsin, uning kitobini 32 qitim emas, bu 10-20 qitim o'qisak, sal ziyetib qolamiz. Ham shunda o'y paydo bo'ladi. Anda o'yni Alloh keltirmaydi o'zining so'zi bo'lganligi uchun. Mana bu mo Qur'onningki ilmiy haqiqiy pokiti. Alloh taolo tarafidan tushirilgan ekanliginingki ilmiy pokit. Endi biz shu Qur'onga ishimizga cho'qim Qur'onga amal qilishimiz lozim. Qur'onga amal qilishimiz lozim. Qur'on nimaga buyurgan bo'lsa, ya'ni Qur'onda Alloh taolo nima ishga buyurgan bo'lsa, shuni tutishimiz lozim. Nima ishda yando'g'an bo'lsa, uningda yenishimiz lozim. Endi Alloh taolo buyurgan ishlarda, qilish tegishli ishlarda inson sal qarasa, insonning aqli hamma odam o'xshash bo'lmaganligi uchun, insonning tabiati o'xshamaganligi uchun, ham insonning nafsi bo'lganligi uchun shaytonning vasvasilar ba'zan Xudo buyurgan narsalarni yomon ko'rib qoladi. Xudo cheklagan ishlarni o'z tabiatida yaxshi ko'rib qoladi. Shunga Alloh taolo asa an takrahu shay'aw wa huwa khayrun lakum va asa an tuhibbu shay'aw wa huwa sharrun lakum. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Sizlar ba'zi bir narsalarni yoqtirib qilishinglar mumkin. O'zinglar uchun sizlar ba'zi bir narsalarni o'zinglarning manfaati uchun, foydali uchun bo'lgan ba'zi narsalarni yoqtirmaslikinglar mumkin, yomon ko'rib qilishinglar mumkin.
ba'zi bir yomon narsalarni yoqtirib qilishinglar mumkin. Amaliyotda sizlarga nima manfaatli, nima foydali buni Alloh taolo biladi. Nima ziyonli buni Alloh taolo biladi. Sizlar bilmaysizlar. deb Alloh taolo ana shunday buyruqlarni qildi. Alloh taolo har qanday bir narsaga buyurgan, uningda cho'qim inson o'zi uchun manfaat bor. Hargiz ziyonli narsa buyurmaydi. Buni ba'zida darhol bilalaymiz, ba'zida oqibatda bilamiz. Qanday narsadan yondirdikan Alloh taolo qilma deydigan, uningda cho'qim shu inson uchun yomonlik bor, u odamning dunyo va oxiratlik vayron bo'lishiga sabab bo'lishga bir ish bor. Shuni Alloh taolo cheklaydi. Üçüncüden ilim ma'rifat to'g'riliq. Alloh taolo Qur'onni 23 yilda tushirib bo'ldi Rasululloh Peygamberimiz Muhammad alayhisalomga 23 yil jarayonda azozini tushirdi. Qur'onni eng avval, eng beshida sura Iqro deymiz. Iqro bismi robbikallazi xalaq degan bu surada bir necha oyat tushirdi. Bu oyatda Allah Teala qayta ilimninki, ilim ma'rifatninki nayet o'yin ekanligi. Rasululloh 40 yoshga kirgan chog'da Rasulullahninki bizga payg'ambar bo'lganligi, ya'ni kelgusidagi ishlarga rahbar bo'lganligi. Rahbar bo'lgan kishiniki vujudida ilim ma'rifatdan iborat bo'lgan nur bo'lmasa bo'lmaydiganligi. Nur bo'lmasa insoniyat xalqini to'g'ri boshlab mağamaydıqanlıqı. Hakkıda namayan kılınır. Şuna Allah Teala namaz okudan, ya oğuz tuttan da avval başlamay. Avval, İkra bismi rabbikellezi halak. Sen bugündür başla, ilimle başla. İlim marifeti yüzlendin. Kur'an'ı sana vehye kılınız. Bu Kur'an başını tartıp ayak kışılık ilim marifeti. Dep ilim hakkıda naiti kayta Allah tekrardan kuşudur. İlim naiti muhim bo'lganligi uchun yana bir oyatda Alloh taolo "Gafur Robbi zidni ilma." Sen Allohdan ey inson, ey Rabbim, mening ilmimni ziyoda qilgin deb tiladi. Boshqa tarafdan silashni buyurmay Alloh taolo. Rasulullohninki ilmi shunda cho'ng tursin, yana teximda ilmning ziyoda bo'lishini Xudodan tilashga buyurdi. Chunki har qanday narsa ilm kerak. İlim gerek. Namaz okuş için de ilim olması olmaydı. Rostu için olsun, onun ilim gerek. Dünyada kışta, qaysi iş olsun. Her bir hüner, sanat, hem de doğruluk ilim gerek. Kaynağı için biz, bu şu dinimizde Paris ayni olan dediğimiz, her bir adamın ki gerdiniga onu kılış zörür olan narsalar. Başka adam onu kılıp koysa, onun gerdinden sağ olmaydıgan namaz, roza okşaş, başka dersler bilgeninin sır. Etikadi meseleler dediğimiz köz karaşlı işiniz, yani işiniz olmaydıgan, kıyametninki oluşlu işiniz, Kur'an'ın hakkı işiniz, perişteler işiniz, bu yüzden Allah-u Teala Kur'an'da nemir işiniz ki buyurgan olsa, boşunda dersler işiniz, işengenin sırtı da yine. Başka ilim bellerini bilmişiniz lazım. Qaysi ilim bo'lsin, bu o'zimizda ma'lum, o'sha bir kecha kunduzlik kerak bo'ladigan bir kecha kunduzda muomalat ishlari bo'lsin, siyosiy ishlar bo'lsin, o'sha dinimizda kerak bo'lgan ilmlarni o'rganganning sirtida boshqa har qanday ilmni o'rganishimiz lozim. Shunga Rasululloh o'sha Makka, Madinada turib, "Utlubul ilma va la bis-sin" dedi. Rasululloh ilmni o'zi ta'lim beryapti, diniy ilmni. Dini ilimni ta'lim berib turib, yana nima dedi? Sizlar bilimni talab qilinglar, Chin shaharda bo'lsin dedi. Chin shahar degan kofir shahar. Bu yerda diniy ilm yo'q. Demak, o'sha diniy ilmni egallaganning sirtida, ya'ni o'zinglarniki o'sha dunyolik saodatinglarni qo'lga keltirish uchun oqida qolmay, boshqa millatdan, allardan oqida qolmay, har qanday ilmlarni bilib, o'rganib dunyo allarininki seviyesini yetişinler lazım degan mazmunda so'z. Ana uchun o ilimga nayte ahamiyat berishimiz lazım. Qaysi ilim bo'lsin, ammo bu nodonlikni yaxshi. Fir'aun degan balki ma'lumotlar, Fir'aun degan bir odam ekan. Xudoning da'vosini qilgan. Mendan boshqa xudo yo'q deb
Musa alayhissalom degan payg'ambarning davrida o'tgan. Fir'avn. Shu Fir'avnning davrida sahirlar, sehrgarlar nihoyatda taraqqiyot qilgan. Hattoki og'amchilarni ilondek shunda ko'rsatdi. Buningki nurg'un sahirlar vaqti. Shu davrida Alloh taolo Musa alayhissalomni avatdi. Endi Alloh taoloning odati har qanday davrida odamlar qaysi fanda taraqqiy qilsa, shu fanning jumlasidan bo'lgan bir xil ilmni Alloh taolo shu payg'ambarga mo'jiz qilib beradi. Nima uchun desa, shu davrdagi odamlar taraqqiy qilmagan boshqa bir turli ilmdagi narsani mo'jiz qilib bersa, biz bilmaydigan narsani qilding sen. No'cho'san, ammo biz biladigan narsani keltirib olsang hisob deb boshla demisin deganlik uchun bizning payg'ambarimizning davrida Qur'onni qildi. Nimishga o Arablar degan o'z fasohatli, balog'atli keladi ular. Musa alayhissalomning davrida sehrgarlar chekib yetganlik uchun bir hosini Musa alayhissalomga mo'jiz qilib bergan. Har qanday narsani yutib oladigan. Shu vaqtda Musa alayhissalom men payg'ambar Fir'avnga Alloh taolo meni avatga payg'ambar qilib, ana uchun sen iymon etgin. Seni va osmon zaminni yaratgan Xudoga sen iymon et degan chog'da shu vaqtda Fir'avn ishonmay, sen andasi bir mo'jizani keltirdi. Degan vaqtda men asini tashlayman, har qanday narsani yutib oladi degan chog'da o'ziningki jamoatlar bilan, xususiy odamlar bilan maslahatlashib, har shaharga e'lon qilib, sohirlarning, sehrgarlarning hammasini yig'ishga buyurgan. Hammasi yig'ilgan chog'da Musa alayhissalom sizlar avval tashlamsizlar yoki men avval tashlam degan. Odamlar hammasi yig'ilgan, ko'rib turishgan. Shu vaqtda Musa alayhissalom sizlar avval tashlanglar degan. Ular tashlagan chog'da shu sehrgarlarning og'amchilari shu ilondek rasmiy ilon bo'lgan. Odamlar yengadigan bo'ldi, mushlar agishimiz degan shunday ideyada bo'lgan. Andiki Musa alayhissalom uni tashlagan, asli. Tashlaganda ularning hamma narsasini yutib olgan şey. Yutib olgandan keyin shu sohirlar, sehrgar ilmiga ega bo'lganlar shu o'ylanmayla darhol yiqilib, biz sening Xudoyingga iymon etdik degan. Nima uchun? Ish sehriningki qo'lidan kelmaydiganligini bilganlik uchun. Eğer o to'g'ri emas. Bir ilm bo'lgan bo'lsa-mu shariatda odamning ko'z bo'yash, shunda bir ilm bo'lgan bo'lsa-mu, bir ilm bo'lganlik uchun yana ayada tushunaladi haqiqatni. Qanda demak, yani qanda ilm bo'lsa-bo'lsin, haqiqatni tushunishga sabab. Yoki yağan aşık ayağıda haq aşık bo'ladi degan gap bor. Masalan, g'ayrat sanamnikida ular bir-birisiga ko'ngliga bo'lgan aşık bo'lgan bo'lsa, ayağıda Xudoga aşık bo'ldi. Shunda har qanday bir ilm bo'ladi ekan, u hamon haqiqatga yuzlandirib. Ana uchun ilm ma'rifatga nihoyatda qattiq ahamiyat berishimiz lozim. Biz Qur'onning ahli turib, Qur'on ishonadigan musulmonlar biz turib, 1400 yilning oldida tushgan Qur'on. Shu vaqtda ilm ma'rifatga bizni buyurgan bo'lsa, ya'ni boshqa Allah hozir Qur'onga amal qilib ketib bordi. Ishonmasimi, Qur'onning yo'li bo'yicha menga ketib bordi. Shu ilm ma'rifatga deganlar dunyolik bo'lsa-mu, oxirat ishonmasimi, saodatni qo'lga keltirib ketib bordi. Ana uchun biz hergiz oxiri qolmasak bo'ladi. O mesleğini içberdep, o namaz oğlu bir yaxshi emas. Fakat şular emas yaxshi. O mesleği içbergen bilan onu adam bo'lsa bo'ladi. Namaz o'qish uchun ilm kerak. Odamlar haqiqatni tushunmasa, qayda yo'lsiz menga ketaveradi. Ana uchun sen Müslüman mı dese, Müslüman neme için dese, ata-ana Müslüman dese bu cevap hata. O Müslüman bulmaydı. Müslüman degen asli teslim bo'g'ichi. Bu Arapça gap asli. Teslim bo'g'ichi, gardan qo'yg'ichi, Xudoning borligiga birligiga ishongichi degan bo'ladi. Amaliyotga uyg'un bo'lsa shu so'zimiz. Ana uchun shu osmon, zamin va uningdagi barliq koinotni yaratgan Alloh taologa hurmat bildirib secde kılvatınma, bu hurafat emas deyiş gerek. Neme için Allah Teala secde kılışkı buyuruyordu? Bu namazın hemmesininki bir ehmiyeti olurdu. Quruq bir tənərkət emas.
Chunki inson to'pida yaraldi, tuproqda yaraldi. Tuproqda yaralganlik uchun Alloh taolo 5 vaqt namozni o'qishga buyurishgan. Har bir shu inson shu sayda qo'ygan vaqtda men shu to'pida yaraldim. Har qancha bilimga ega bo'lsammi, yana shu to'piga kiribman. Yana men oddiy bir katta bir narsada yaralmadim. Bu shunda o'zimiz dassaydigan, bu shunda xor narsada yaraldim deb o'zini to'van tutdi. Qanchalik bilimga ega bo'lsa, shunchalik o'zini to'van tutish. Shunga Alloh taolo sayda qilishga buyurdi. Shunga Allohu akbar deb namoz o'tiramiz. Allohu akbar degan Alloh hammadan ulug' degan bo'ldi. Endi Alloh hammadan ulug' deganimiz men bu namozni o'qishning oldida dunyoning ishlari bilan mashg'ulot bo'ldim. Onu birda bu ishni qildim, bunda bu ishni qildim. Endi Alloh hozir butun mashg'ulotdan uzilib, faqatli Xudoga yuzlandi. Shunga Alloh hammadan ulug' deb mana og'zimni dedim deganga ishorat bo'ladi. Rasululloh shunga ibodat qilgan o'lgandek, hayot kechirgan o'lmaydigandek. Dunyo ishini qilgan o'lmaydigandek. Bunda degani endi o'lmaydigandek degani va o'lmayman degan bo'lmaydi. O'lmagan odam aman men o'lmaganligida ishni puxta qiladi. Ya'ni ishingni nayt qil dunyo ishini degan bo'ldi. Endi o'lib ketaman deb buni qadim qilmay, ishingni nayt qil degan bo'ldi. Endi o namoz o'qiyotda o'ldigandek ibodat qil degani har qanday odam o'zining o'ldiganligini bilmaydi. Agar shu namozni o'ldiganligini bilsa, butun esiyatini, dunyoning mashg'ulotini chiqarib o'tib Xudoga yuzlanadi. Ya'ni mana shunday ibodat qil demak. Hemen sözümle müşahede ayaklaştırar. Elimizin ötmegen dini kanda mesele olsa fikir kısak olur. Her biz Su
ikki dinni so'zlartirishga qilaylik. Ba'zilariniki talibi İslamiyet qizlarga qanday qaraydi? İslamiyetda qizlar qanday yurishtirish kerak? Bu haqda ba'zilar talab. Shu haqda ozroq 10-15 minut so'z qilmoqchi. Diqqat bilan anglashinglarni so'rayman. Bizning bu islom dini kelishining oldida jahiliyet davr boy dedik, qaranlık devri deyildi. Bu devirde kızlarını nahayeti harladı. Bu hakta ayet mi var? Allah Teala Resulullah Peygamberimizge uqtirib bunda deydi. فَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِرَ بِهِ. Bu cahiliyet devrinde ulanın birisiga ayolun kızı tuğdu degan bir bisharat etib bersa, bir adam yetkazsa, shu gapni anlagan hamon chiroyi qop-qora bo'lib ketadi. Nihoyatda g'azabga to'lganlikdan bo'g'ilib qolgan tasqaladi. Shuning bilan o'ziniki mal jamoatlardan bir necha vaqt qishlik yo'shirinib chiqammat qoladi. Bisharat berilgan narsaning nihoyat yomonligidan. Yomon bisharat berildi menga bu qiz tug'ildi deb moshanda qilib ketadi. Shuningla o qizlarni tirik ko'mbitadi. Yoki bo'lmasa ham yaddusuhu fi turab. To'po ko'mbitadi tirik. Yoki bo'lmasa nihoyat qarlab cho'nqiladi. Mana jahiliyet davrida moshundaqdi. Deb Rasulullahga bu buyruqni uqtirib bu İslamiyet kelgandan keyin qizlarni nihoyat azizlashtirgan. O'g'illardan, o'g'il bolalardan qiz bolalarini ortiq ko'rishga buyurdi. Şuna Allah Teala alayda yahabu limen yasha'u unasa ve yahabu limen yasha'u zakurat. Allah xalqan adamga qiz berdi, xalqan adamga o'g'il berdi. Avval qizni boshladi. Qiz tug'ilib avval dedi Allah Teala. Resulullah'ın Xudo hozir ba'zi qizlar talab qilganda Rasulullahning davrida ayollar alayda so'z qilishni Rasulullahning talab qiladi. Biz to'liq ishlarni qilmaymiz degan ishlarni o masalaga boramagandan keyin vaqtga boradi, bosim kaydi qolgandan keyin kaydi turadi ayollar. Ammo yuzini yepib turadi va kaydi turadi. Ba'zi so'zlarni anlamaymiz kechroq bo'lganligi uchun ana uchun bizga ayrim bir so'z qilmasam deganda Rasulullah ayırıp ularga kimni belgiler, hamida dini işlemek turadi. Bir muşa qizlarga haqida muşuna so'zlab Rasulullah. Qanday kishiniki shu ayollarga 3 qizi bo'lsa, shu 3 qizini yaxshi tarbiyalasa, islom dinining yo'li bo'yicha mandolsa, islom dinining yo'li bo'yicha mandurib, uni bilimni qilib, ta turmushga chiqishlik yaxshi tarbiyalab o'stirsa, shu ayol shu qizbolasini, shu qizbolasini ashunda tarbiyalaganligi uchun ota-onasi jannatga kirdi. Degandan keyin bir ayol o'tirib turib, ikki qizi borlar dedi. Ikki qizi bor dedi ayol. Deganda ikki qiz bor bo'lsa ashunda dedi. Ammo bir qizi bor bo'z qanday deb so'ramagan. Ammo so'ramagan bilan bir qiz bola bo'lsa-mu, yana ashunda bo'ladi. Degan hadislar bor. Hadis degan Rasulullohning aytgan so'zi va qilliqlarini hadis deydi. Yani Rasulullahning hadislarida bor. Demek İslam dini qizlarni nihoyat azizdir. İslam dinida mayli o'g'il bola bo'lsin, mayli qiz bo'lsin, har ayol qanday bo'lsin, qilgan amaliga o'xshash ajr berdi. Bu haqda oyatlar bor.
bu er kishiga chiqarib, ayol kishi chiqarib, unda emas. Barabar. İslam dinida Alloh taolo qizlarni aytib shunda azizli dedi. Endi aşında xorliqdan qutqazdi. Aning uchun Alloh taolo qizlarni shunda qutqazgan ekan, Rasulullohning aytdi bu haqda nurg'un so'zlarni qilgan. Shunga bir odam kelib Alloh taoloning shu farzlarini ado qilgandan keyin yaxshilikning eng afzali qaysi deganda, kimga yaxshilik qilsam hammadan afzal bo'ldi deganda onangga degan. Yana so'raganda yana onangga degan. Yana so'raganda yana onangga degan. Ana degan shu qiz. Baldır qiz deyapmi? Mana erdib ajada dadidan 3 hassa haqqining ortiqligini bildi. Ana uchun biz İslami yo'lda menishimiz lozim. Rasulullohning davrida ayollar hammasi yuzini yuvgan. Hammasi. Hozir endi yuzini yuvgash qo'ymaydi, o amal yo'q. Endi boshqa jihatlarda endi g'ayri millatlardan farq qilishimiz lozim. Farqlanishimiz lozim. O'zimizdan keyin shu Uyg'ur millatim burun qanday yuradi? Hozir shu turqinlar islomiy dinda bormi deysizmi, hargiz bor deb javob berolmaysizlar. Yoki islom dinida bo'lmasmi, sizlarning Uyg'urlarning, o'zanglarning burunqi ajdodinglardan kelgan bunda urf odat bo'lsa, uningga shundoq delanmaysizlar. Mana shu g'ayri millatningki ta'sirini qabul qilgan. Ana uchun islomiyatda qizlarning aytdi azizligandan keyin buning qadrini bilishimiz lozim. Endi bu yerda yana bir ikki savol bo'lib qoldi ba'zilardan. Birisi Alloh taolo barliq insoniyat xalqini yaratdi. To'pib ketgandan keyin ikkinchi yana tirildirib, ulardan shu dunyoda qilgan ishlaridan hisobot oladi dedi. O vaqtda Alloh taolo ham ashani nereden topadi deganlar bor. Buni xato demaymiz buni. Nimishga bilish uchun so'ragan bo'lish kerak. İnsaniyatning boshlanishi hammamiz bilamiz Adem alayhisalom. Adem alayhisalomning dadisimi yo'q, anasimi yo'q. Adem alayhisalomni yo'qdan Alloh taolo shu tuproqdan paydo qildi. Adem alayhisalomningki o'zidan so'ng qo'g'isidan anamiz Havvo alayhisalomni yaratdi. Shunga har qanday erninki o'ng tarafdagi qo'g'isining bir tal ustun, so'ng tarafdagi bir tal ustunining kam o'ng taraf qaraganda. Buni shu tibbiy doktorlarni so'rasanglar, tekshirsanglar shunday chiqadi. Mana shunday yaratgan. Demak, ashunda yo'qdan bar qildi. Yo'qdan bar qilib, to'pidan bar qildi, yana to'piga aylantirdi, yana to'pidan yana tirildirishga albatta qodir. Minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra Alloh taolo. Baldır xabar beryapti. Men insonni to'pidan yaratdim, ikkinchi ham to'piga kirgizibman, uchinchi qitimda yana to'pidan chiqaraman dedi. Mana birinchi qitim to'pida yaratganligim haq bo'ldi, ikkinchi qitim to'piga kirgizib qolganligim yana haq bo'lyapti, ko'ryapmiz. Ammo insonlarning hammasini dunyoga bırak keltirmaydi Alloh taolo. Chunki patmaydi. Ammo har bir shu insonningki jonlarini ilgari yaratib qo'ygan Alloh taolo. Shu jonlar tugagancha qiyomat qoyim bo'ladi. Buni Alloh taolodan boshqa hech qanday odam bilmaydi. Ham Alloh bildirmagan bu sirni. İkinci savol İslamiyatda shu tangs to'g'riliqda. Hristiyan dinda borken bu bizning islomiy dinda yo'qkan bu. Umi Xudo tarafidan tushirilgan din bu. Nima uchun islom dinini cheklaydi degan shunday bir savollarni bo'lib qoldi. Boy gap o'tgan. O Hristiyan dinda asli yo'q. Alloh taolo tarafidan tushirilgan Injilda asli bunda bu tansa, bunda qatorliq yomon ishlar yo'q. Buni keyingilari o'zgartirib o'tgan.
o'zgartib o'tganligi uchun hozir tekshirsanglar, Yahudlarning qo'lidami bu Injil bor. Nasara, Xristianlarning qo'lidami Injil bor. Ammo bir-birisiga Injil hargiz o'xshamaydi. Hozir Injilninki nusxasi o'xshamaydigan nusxasi 4 ga yetdi. Hozir yanada 5-inchisi chiqdi, bu 5-inchisi 4-ga tutdan xilof. Hattoki shu xristiyoniy olimlarmi bizning payg'ambarimiz Musa alayhisolamga tushirilgan Injilda o'zimiz shak to'p qoldik degan turishlarni qilgan. O'zlari tushirilgan kitobda shak to'p qoldi. Demak, mayda o'zgarib ketdi. Bu haq kitob emas. Uning to'g'ri yerlari bor, xato yerlari bor. Shuning uning haqida uning hamiyatli xato demaymiz. Aranmagandan keyin. To'g'ri yerlari bor, xato yerlari bor. Aning uchun unga amal qilmaymiz. Ammo Qur'onni olsaqchi, Qur'on mayli Jongoda bo'lsin, mayli Angliyada bo'lsin, Arabistonda bo'lsin, qaysi millatning qo'lida bo'lsin, mayli musulmon millat bo'lsin, mayli kofir millatning qo'lida bo'lib qolgan taqdirdami, hammasini tekshirsanglar o'xshash chiqadi. Mana bu Qur'onningki Alloh taolo o'zgartmaydi, hech qanday odam o'zgartirmaydi degan so'zning bir haqqi ham shundaqla o'zgarmaganlik. Shunga Qur'onga amal qilib boramiz. Ana uchun bu tansini Alloh taolo cheklagan. Bay yuqori deb o'tdi. Bu ko'z qarashda bir oddiy narsa, bunday qarasak. Bu bir cho'ng ishdak emas ko'rinadi. Ammo buning amaliyotida, oqibatida yomon tarafga olib boradi. Alloh taolo shunga yuqorqi oyatda sizlar ba'zi narsalarni yaxshi ko'rib qolasizlar, yoqtirib qolasizlar. Amaliyotda u sizlar uchun ziyonli. Uni sizlar bilmaysizlar degan. Hozirgi ajrashlar ballar bo'lsa-mu, ballarni ayamay ajrashlarning ko'pinchisiga o'sha tansa, shunday ishlar sabab bo'lyapti. Ko'z qizdiradi. Shuna bilan qo'yib keladi. Qiz olmayani bacham qo'bash o'g'il ol deyishidi. Ballarni o'ylashmaydi. Alloh taolo insonni valaqad karramna bani Adam, nayt ulug', nayt haq yaratdim dedi. Mana hozirgi o'linayotgan o'g'illar, yigitlar, qaysi birisi men bira balaningmi, nima, bira balaningmi qo'lni tutmagan qizidan to'y qildim dalalaydi. Qizlarmi qaysi bir hech qanday bir qizlarninki qo'lni tutmagan shunda o'g'illar men to'y qildim dalalaydi. Herkes delenmeydi. Bu küçük iştek tuğan bilen akıbında anda yaman tarafiga apırdı. Şuna Allah Teala çekti. Sözümü ben kısaca bir şey davamlaştırayım. Bir de elef kuzunun ağzına ait okursan. To'g'riroq gapni deb qo'ydi. Og'izda o'zi dini tabliq qilib, amaliyotda o dini qarshi tansi o'ynayotgan qatoq tushunchini qolmasa. Tansini to'g'ri tarafida ko'z tutib nima berayotganligiga to'g'ri tushunib o'ynaylar hozircha. Bir kuni Isoqam Xitoy tarafda bir taklifakam qumliqqa kirib qopdi-ku. Qumliqqa kirib kelib, shunlar qaytib kelgan chog'da bir og'in so'rab qopdi. Sen nelar sayat qilib qolding desa, men taklifakam qumliqqa sayat qilib keldim. Shunga u yer nimalarni ko'rdim desa, hech qanday nimani ko'rmadim. Hattoki qumliq tepsida o'sgan cho'p yoki daraxtlarni ko'rmadim. Deganki saviyat nima ish qildim? Desa, men ishqirlab kirgitaylarma, bir vaqtda qarsam bir yo'lvas oldimdan yugurib chiqdi. Nega berishimni o'ylamay, yenimki bir daraxtga yomishib chiqib ketdim degandiki og'in so'rabdi. Saviyatda daraxt yoki cho'pni ko'mgan to'ng'otsa, unda chog'da uni bilan qarab turamsa degidek. Bir kuni va kepak yuzdan bir ishkar ayol shak deyishi og'il kirdi-da, so'ng Qizil Bayroq magaziniga kirib bir televizor elib, uyga olib qo'yib, so'ngla televizor kamiga joy qo'yibdi-ki, gijildab qayoqda chiqaylik degandikim, so'ngla yo'lda ishlabdi, xotin algaknakilar desa, nima bo'ldi debdi. Deganki, Urumchidan kelgan xabarga to'parni sho'p tashqib o'tgan degidek. Bir usul.